Assalomu alaykum, hurmatli Faberlik yulduzlari. Mana bugun marafonimizning ikkinchi kuni. Men bugungi marafonda B guruh vitaminlar kompleksi biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. B guruh vitaminlar kompleksiga B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12lar kiradi. B guruh vitaminlar kompleksi stressni yengishga yordam beradi. Mikroelementlarning yaxshi so'rilishini rag'batlantirib beradi. Immunitetni mustahkamlaydi. Gormonal muvozanatni, shuningdek, barcha organlar tizimining ishlashini qo'llab-quvvatlaydi. Teri va sochlarning holatini yaxshilaydi. Ovqat hazm qilish, asab va yurak-qon tomirlari tizimini ishlashini qo'llab-quvvatlaydi. Xullas, B guruh vitaminlari haqida gapiramiz desak, gap juda ko'p, ma'lumot juda ko'p. Har bir vitamin, B guruh vitaminlari haqida ma'lumot beraman desam, videoyim cho'zilib ketarkan. Qisqacha ma'lumot shundan iborat. Xullas, har bir insonning hayotida muhim ahamiyat kasb etadigan vitamin